Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün buni 22-oktyabr ishlamoqdirgan ishlardan ozroq video oldik. Qashqadaryoga yasalgan Laval 2204 uchun yasalgan limken stoyklarimizdan yasalgan plugimiz 5 korpus. Hamma narsasi limken. Başmağı, palovой doskasi, pistoleti, limaxi, trap perdesi, hamma narsasi, atvollari, shunda qulog'i, bir daxana indillari bilan zavodskiy limken bilan bir turbo yasalyapti. 5 korpus. Ramlar ham zavodskiy ram. Mana bir yağını terip bolduq, ujuqda qalasa, qalgan yağım tayin. Quloqlari atvolni üstüne qo'yiladigan. Bu et plojnik yo'q, bunda quloq qo'yiladi. Eldingi chas, digirchak, regrovka joy, silindr joy, hamma narsasi tayin. Qo'l tersak bo'ldi. 2204. So'ng Laval 1004 degan traktorga yana yasalib o'tirgan plugimiz bor. 4 korpus, o'rta stildan, kichkina stildan, bu limken pernidan, limixdan. Limixni to'liq biz limken qo'yamiz, boshqasini qo'yamiz. Hozir danli momentda bozorda eng xadovoy bo'lib turgan tovul atag'ini постоянно yerga zo'r tushadigan shu bo'lgandan keyin boshqa prostoy limix, malamajir boshqa limix ishlatganimiz yo'q. Laval 1004 ga nega bu mangitga yasalib o'tirgan plugimiz. Bundan burun bir plugimiz bor. Bu ham limken stil Belarus 952 ga Qoraqalpog'iston yillik qala 952 Belarus 952 ga 3 korpus limken stil, hamma narsasi prostoy atvolda. Limken qo'ysa bo'ladi bunga. Teshiklari hamma narsasi birga bir tushadi. Teshilib ishlanib turibdi. Limixlari mana o'zi limkendagi. Buni atvol to'zgandan keyin almashtirajak bo'lsa, bemalol limkenni qo'ysa bo'ladi. Hech problema yo'q uning. Hamma narsasi turibdi. Prosta hozircha birdan ishlayotgan vaqtda, birinchi ishlayotgan vaqtda limken atvolsa qimmatroq bo'ladi. Buna prostoy arzonroq bo'ladi. Bu traktorda toza olgan, pluqlari bo'lmasa, traktor bo'lganning foydasi yo'q. Aniqda oyoqlari bir narsa suvargilanyapti. Laval 1004 ga Belarus 952 ning ikkining ham полный stoykalari yasalib, suvargilari olibdi buni. Samodelniy stoykalarimiz o'zlarimizning suvarga jarayonlari. Mana shu 5 li plugimizning mo'yni 140 balonga 140 diametr. Moshniklar. Bunga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha ishlab yetkazib beraveramiz.